Yaxshimisiz do'stlar, men Yandaboyan. Bugun ko'pchilikning kuchli talabiga asosan vahimalik bir böcüğün kinosini so'zlab bermoqchi. Alohida eskartish. Yangi olgan kaltishtinlarni maynatib ketmasa desanglar, bu kinoni eng yaxshisi tozliq uyda o'tirib ko'ringlar. Kinoning boshlanishi bilan bir akshi shoshidon o'shatdi. Bir shinsaylik qiz yana asta-men keldi. Uyay bunda kinoni bir yer ko'rganda quvvatlatma deb, telefonning ovozini bo'shaytib, o'jroyni ishidan taqab turishimga, asli bu ishkisi arayol chiqib qoladi. O, mana qiziydigan bo'ldi deb turishimga, nadim birisi kelib, ishkini qiqib qoldi. Tufi, bunda vaqtda ish ko'rganlarga. Bosh personaj Johnny talaga chiqib Quaydini kirib oladi. O ishkisi Quaydini shaloq shuni o'qib ketishi bilan ichida intayin set bir yog'och qo'chaq chiqdi. Uyay jinim, nimda chiroyli qo'chaq bu? Menga aytmadingizmi? Nimda otqansa, xotin peshanga to'shun ishdan tatib olmagansa, moshina chiroyli qilib otamsa. Uyi, bola qilib olayimki deyman. Nim deydigansa, xotin oshxonadagi no'g'ishni ishlasang, bunda set bo'l turmaysa, bo'ldi, men chiqib tamoq kiraysan, uyqunuqligini deb talaga chiqib ketadi. Taladan narsa yetib kirgan Johnny uyga kirib, og'ziga guldan birini qistirib, ayolni izlashni boshlaydi. Jinim xotin, Hongzhou Yangzhou tayyormi? O'jroyning oldidagi qonni ko'rgan Johnny intayin cho'chib ketadi. Opla, nima degan jiqqan bu? Bugun ish pishmaydigan bo'ldi-da. Bu chaqda yotqanning ostidan ayolning ovozi chiqdi. Ha, xotin, yangsan qurut. Moshta vaqtda langmallikdan yonmading deb asta berib yotganni tatib o'tdi. Yotqan ostidan ayolning intayin qo'rqinchli bir ko'rinish chiqdi. Ammo lekin bu ko'rinish intayin qo'rqinchli. Men tamoq yeyish oldi qidim ko'rib etdim. Munosabat xodimlar Johnnyni olib tekshirib so'raydi. Ey, sen nimaga uning tilini julutsa? Ha? Ayolning qo'tonchiqini gunohmiki? Ayol kishi degan ashta bat qiladi. Til degan yaxshi narsa. Mayli at deganda mayli kashta olsin, bek asqatida emasmi? Ayolimning tilini zodi kim julib etgan bo'g'iydi? Qallisidan o'tmagan Johnny uyini oqtirishga boshlaydi. Hamda yog'och qo'chaqni sog'an chamadondan bir xatni bayqaydi. Nima? Mary Shaw? Keyindagi chexi to'jab ketmagan bo'g'iydi? Ha, to'g'ri. Mary Shaw. Johnnyning qallasiga tuyuqsiz bir qo'rqinchli hikoya kelib qoladi. Hamda darhol qo'chaqni ilib uzun yil ko'rishmagan datsining yeniga yo'lga chiqadi. Johnnyning datsi intayin boy kishilardan bo'lib shahardan yiroq bir yerda o'ltiradi. Uzun yil ko'rishmagan datsini ayni quruq qo'l kelgan Johnny qattiq nomus qilmay ishkini chekib boqadi. Ishkining ichidan video degidek bir cho'kan chiqib, Johnnyga quchoq ochadi. Uyay, Johnny, yaxshimi? Men sizning 4-uyga yapingiz bo'ldimi? Johnny hayron qoladi. Mana esil dada yangzang shosh, og'an xotining mendan yosh. Kep qapsiz-g'u bolam, uyga kiring. Dadamning ahvoli qandaroq? Bir ensirman dadingiz chu shirdek turdi. Amniyatda bu shirdek dadisi bir meyib shir bo'lib, paralashib qolgani uzun yil bo'lgan edi. Johnny dadisidan Marishonning hikoyasi zodir rasmi yog'immi deb so'raydi. Dadisi bo'lsa, nat yolg'on gaplarga ishilib, uysak sus taqtirgan bir nima ekansan. Sendek bir nimalarni ko'rsam, patang birini sog'im keldi. Chiqar uydan deb qo'g'lab chiqarib o'tdi. Ertasi motam murosimi intayin dog'dog'liq o'tkazildi. Motam murosimi tugishi bilan tuyuqsiz nereden chiqqan bir saran xotun Johnny'ga esirib oladi. Ey balam, talaga chiqasınız, hapılmay bana bir Xiaomi finakir bir alamsiz. Jo'nglar bosilib bo'laveradi. Men odat tatma yevrmay qanday bo'lsa. Hey, tursan ku qo'ysanman uyga, o'da ne? Qo'ytgan uyga nim bo'lsang bu yerda? Johnny qattiq hapılmoqchimi? Mushu talaq chiqmagan deb olochiq so'zlaydigan qoldi. Mana uyga Mary Shaw qattiq qiziqqan Johnny oldidagi qabrni ichib qattiq hayron qoladi. Mary Shaw. Bu ishdan qattiq cho'chigan Johnny xat Mary Shaw shamolini bir jig'imsam deb sat qo'chaqni opirib ko'mab o'tadi. Ishlarni tugatgan Johnny uyga qaytib, uf deb, endi bu da xotinni qayerdan topsam bo'ladi deb turishiga o'ylamagan yerdan bu sat qo'chaq yana paydo bo'lib qoladi. Bu ishni amaliyot razuvchi qavli qilgan bo'lib, Johnnyni kechda yolg'izsirab qolmasin, ayol yo'q chog'da hamroh oldigan bir narsa kerakdi deb, bu sat qo'chaqni ko'chilab chiqarib qo'ygan edi. Hey, ko'chilmaydigan yani ko'chilmasa olmamdi. Hapilmag'ina. Ko'chilab ko'nab qaptiq. Uning ustiga bir o'bdan qo'chaq yanqa. Kechda baq-baq qilib yatmamsa, ertasi Johnny bu sat qo'chaqni ko'tagach, Xiaomi fanni ilib yilib saran momayni yo'qligini keldi. Hamda Mary Shawning hikoyasini so'zlab berishni so'raydi. Momay Mary Shawning gapini anglab qattiq cho'chib ketib qichib ketdi. Boy bo'lsa, voy bo'ldi bolam, men deb bir har qanday gap bo'lsa, mendan so'radi. Hikoyasini boshlaydi. Mary Shaw ayni vaqtda jiroq yaqinga dangli qo'rsoq so'z mahoratsi bo'lib, kinlikdan chiqqan ovoz bilan yog'och qo'rchoqlarga ovoz berib, haqlarni kuldiradi. Bir qitimliq kechilikda Mary Shaw toza nomer o'rlayotgan chog'da nerdan chiqqan bir shumtakki og'zini bosmay valoqlab ketdi. Men chu bilmay onu yo'g'on gap qotdi. Yo'g'on o.
Uyonu degan. Ko'pchilik uning nafrat bilan qarab etdi. Senli bilsa, sen yomon, easy, tamam. Mary Shaw bo'lsa bir xil gangalchilikda o'yinni oxirlashtirib oladi. Necha haftadan keyin yiliq vat bo'dak bola tuyuqsiz yo'qolib ketadi. Ko'pchilik Mary Shawdan gumonlanib, vaqirtib turib Mary Shawning tilini kesib oladi. Shuningdek ki mush ishga qatnashib boqqan odam bo'lsa, jiddiy jamiyat bo'yicha hammasi uyda tili jurnalitilgan holatda bo'lib bilib qoladi. Esingda bo'lsin o'g'lim. Mary Shaw faqat vaqag'alla odamning tilini juluytidi. Shu eng yaxshi odatda ozga qilib vaqamay og'zini yumib, jim o'ldi. Johnny bo'lsa bu o'yinni gapirib pisand qilmay Mary Shaw ayni vaqtda o'yin qo'ygan yerga berib ishni aniqlamoqchi bo'ladi. Bu chog'da bo'y yer ostiga tushib o'zining tutlarini ilib Gulmaramga bir chalay deb turishiga Nadin chiqqan Mary Shaw kelin do'stlar o'ynayli hech kim chetda qolmasin deb bu o'yinni cho'qqina birini suyab tilni julib oladi. Mary Shawning yosh qo'choqlarini kuydirib etgan dil Mary Shawning yo'qaydiganligini bilgan Johnny razvedchikni boshlab Mary Shawning o'yin qo'ygan yeriga bordi. Hamda bu yerda intoyinjiq yosh qo'choqlarni bayqaydi. Bu chog'da bir yosh qo'choq tuyuqsiz Johnnyni chaqirdi. Ey Johnny, oshq mashqlar bayramiga ulguribdi bo'ytaq bo'lding-da. Muborak olsin. Makla birini suyab qo'yay. Debli Johnnyning o'ng mag'ziga yalab qo'ydi. Ishtinaga sivtay deb qolgan Johnny razvedchik bilan birga qo'rchoqlarga o't qo'yib o'tib, ushqandek qochib ketdi. Halokat razvedchik qochish jarayonida diqqat qilmay vaqirab sog'liqdan tilini Mary Shawga berib yutib qoladi. Johnny bo'lsa o't optidan foydalanib o'ngishli qochib oladi. Mana eng oxirgi bir qo'choq qoldi. Shuni kuydirib etsak Mary Shaw til tuks tugaydi. Hamda qo'choqni og'ini bo'y mo'maylarning yiniga boradi. Voy bo'y. Men nima dedim deyish oshiga boshqa cho'kanlar bilan tushmang deb. Mama, qo'choqni bo'mizga nima bo'ldi? Qo'choq soat nega ketdi? Voy Johnny. Qo'choqingizni dadingiz akatdi-ku. Meyib odamdek quvvatdi. Qachonlardan mang'alaydigan bo'lib qoldi bilmadim-ku. Johnny darhol dadasining uyiga berib qo'choqni tep o'tqa silib Mary Shawdan o'ngishli qutulib qoladi. Mary Shawni yo'qotdim deb o'ylagan Johnny dadasini bu yerdan aketmoqchi bo'ladi. O'ylamag'an yerdan amaliyotda Johnnyning dadasiga o'lgani necha yil bo'lgan bo'lib, jiliga qurib ketgan edi. Mana, xotinni jiqasa jiliga qurib ketdi degan gap bekor emasdi. Johnnyning dadasiga zodi kim qas qildi? Mary Shaw zodi tugdimi? Bu kinoning tafsilotiga qiziqqan bo'lsangiz, bizga texnik e'lon bermagan shu turbatlarni izlab tepib ko'rsangiz bo'ladi.